Bilarmidingiz, homilador ayol uchun har kecha 8-9 soat sifatli uyqu bu shunchaki dam emas, balki bo'lajak ona va chaqaloq salomatligining asosidir. Homiladorlik davrida ayol tanasi 2 baravar yuk ostida ishlaydi. Yurak ko'p qon haydaydi, gormonal o'zgarishlar kuchayadi. Ichki a'zolar joyini o'zgartiradi. Organizm esa har kuni yangi hayotni quradi. Agar ayol yaxshi uxlamasa, qon bosimini ko'tarilishi, preeklamsiya xavfi, stress va g'am-anduh kuchayishi, immunitet pasayishi, hatto chaqaloqda past vazn yoki erta tug'ish xavfi ortadi. Uyqu bu davolovchi jarayondir. Aynan tunda tana o'zini tiklaydi, hujayralar yangilanadi va bola rivojlanishiga kerakli gormonlar ajraladi. Sifatli uyqu uchun muhim maslahatlar. Yotishdan 2 soat oldin telefon va ekranlardan uzoqlashing. Har kuni bir xil vaqtda yotishga va turishga harakat qiling. Xona tinch, qorong'i va salqin bo'lishi juda muhim. Kechki ovqat yengil va ertaroq bo'lsin. Chap yonboshda yotish bachadon va chaqaloq qon aylanishi uchun eng foydali holatdir. Unutmang, dam olgan ona sog'lom bolaning izidir. Uyquni ustuvor qilish sizning ham, farzandingizning ham kelajagiga g'amxo'rlikdir.